simsim yağıvatkan yağmur qarmasdan koç-koy avat edi. Yolda ketayotgan kishilar bilan maktabdan chiqayotgan bolalarning to'ri qurishib o'z yo'lini topolmay qilishayotgan bir xil qistongchilik qiziqib qarab qolgan boy darvozadan chiqayotgan 8 yosh chamasida o'shnisiga xeli eg'ir maktab so'mkasini esiga olgan qizni qarab, "Qizim Sumayya" deganicha etilib, qizning oldiga keldi. Qiz parvozli boyga qarab qo'yib, odamlar to'pidan o'zini elib ketish uchun keladigan dadasini izlashga boshladi. Uzun bo'yliq orta yosh birining qo'lini tutib mashinaga chiqayotgan qiz orqasiga burilib, boyga taajjub bilan qarab qo'ydi. Mashina ko'zdan yiroqlashdi. Boy joyida qimir qilmasdan turardi. Ko'z oldidagi manzara boyni gangratgan va qattiq mayuslantirgan edi. Boy esiga keldi. Boya ko'rgan qiz uning nevrisi bo'lmasdan boshqa birining qizini nevrisiga o'xshatib qolgan edi. Boy qattiq o'ng'aysizlandi. 60 yoshga bormay turib aljib qoldimmi nima? Ya Rabbim, avlodlarim bilan jam bo'lg'uch o'z panohingda saqlag'aysan, deb pichirlig'icha yo'liga ravon bo'ldi. Boy yo'lini davom qilg'ach, nevri qizni eslashga boshladi. U o'z-o'ziga pichirlaydi. Nevrim shu an nadidu? Kimlarning qo'lida qolgandi? Acaba maktabga berayotganmidi? Kimlar o'qitayotgandi? Nimalarni o'qitayotgandi? Ajoyib zamonlar bo'ldi desa, amdil tili chiqqan ona tilini ravon so'zlashga odatlangan omoq navri qizim, u ya'juzlarga o'xshaydigan o'qituvchilarning so'zini tushuna olamdigandi. Kichik vaqtimda saboq beradigan xalpitim Sarib degan kitobni yerim farscha, yerim arabcha tilda o'qitadi. Tushuna olmay to'liq qiynalatdim. Nima uchun bizga boshqa bir tilning grammatikasini yana boshqa bir yot tilda o'qitadigandu deb o'z-o'zimga g'o'diraytdim. Ammo bu xalpatlarning chiroyidan illiq tabassum chiqib turardi. Bilolmasam takror deb beradi. Qayta takrorlatadi. Men bilganiga qadar savrchanlik bilan tushundiradi. Olim mo'li bo'lsang, dunyo oxiratlikning yaxshi bo'ladi. Ota-onang xursand bo'ladi. Alloh rozi bo'ladi deb chiroyli tarbiya qilib meni so'yindiradi. Biroq u qisiq ko'z, rangida qandidor yo'q, bizga faqatla o'xshamaydigan maxluqlar davr qizim Sumayyaga qandoq muomala qiladigandu. Hay Isit, bichora qizimni gapimni tushunmading deb tushganliganmidi? Boy mushunda xiyol surib qattiq ochiq o'tdi. Beshini ko'tarib oldiga qaradi-yu, ko'zlari oldida allaqandoq narsalar uchqandek bo'lib, ochiq ko'rolmay yo'l bo'yidagi o'rindiqqa kelib o'tirib qoldi. Qancha vaqt o'tirganini faraz qila olmagan boy sham namoziga chaqirilgan azon ovozi bilan esini yig'ib masjid tarafga yo'l oldi. Quyosh nurini sexiylik bilan tekis chachqan bahor gullari, yo'l bo'yidagi loli gullar qip-qizil o'tqishdek ichilgan bir kun boy temkinlik bilan yo'lni kesib o'tib masjid oldidagi bog'chaga kelib o'tirdi. Bog'chadagi bolalar uchun o'rlashtirilgan zanjirlik ilongoch, agri-bugri risliq o'yinchoq poyiz, qushlarning o'ziga o'xshatib o'silgan mukimikilan o'ynaydigan kichik uylar omoq bolalarni o'ziga ram qilib olgan edi. Bolalar bo'lsa, boy ancha tushunib ketilmaydigan tilda cho'qirishib o'z o'ylari bilan band edi. Cho'nqir mehr muhabbatga to'lgan ko'zlarini bolalarga tikib qarab o'ltirgan boyning ko'z oldida navrilarining simosi paydo bo'lishga boshladi. Boy diqqatini yig'olmayotdi. Xayollari to'lim chechilang'u, bu yerda nima uchun o'tirganini bilmaydi. Xuddi bir narsani yo'qotib qo'ygandek sal jiddiylashdi. Ammo yana o'ziga kelolmadi. U esini yig'ishga tirishadi, lekin kayfiyat intayin turoqsiz edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom deb oduqib javob bergan boy oldida turgan o'zining 10 yosh cho'ng, arqa ko'cha qamsoyisi oqsoqol boyga hurmat ko'rsatib, o'rnidan turib endi o'ltirishga taklif qildi. Duo qo'l ko'tarib, yuz soqolini sepashgan bu ikki boy qisqagina ahvol so'rashgandan keyin parangga tushib ketdi. Bolachaqlaringizdan xabar yo'q, ko'nglingiz yerim xiyolga bitib o'tiribsiz-da, deb gap boshladi oqsoqol boy. Shundoq, hech bir xabar yo'q. Alloh egam o'z panohida saqlag'ay. Ortiqcha xiyollarni qilmang. Salomatligingizga diqqat qiling. Ziyoda g'am qayg'u odamni tugashtirib qo'yadi. Har bir band peshonasiga putilganini ko'radi. Biz her qandaq bir mushkullikdan keyin osoyishlik bo'ldi deb Allohga sig'inamiz. Ishlar
Allah'ın iradesi bilen boladı. Ayның 15 qarаңғы bolsa, 15 aydandır. İnşallah Allah öz fazli merhameti bilen xalqimiz üstüdeki şu musibetlerini kötürüp etkey. Amin. Diginiz kelgey. Salam berip, bu ayının xiyallarını buzup etken bu aksakal kişi 50. yıllarının aldı kayında vatanımızın hicret kılıp çıkan bolup, Keşmir, Hindistan, Afganistanlarla sergardallıktan ıssıq soğuklarını baştan göçürüp, ahırda bu yerde makallaşıp kalgan idi. Çaç sakalları pütüley akırgan bolsumu, koyuk kaşları astideki ötkür gözlerden ümitorluk çıkıp duratdı. Aksakal bu ay gep başladı. Siz vatanlik vaxtınızı neme iş kılattınız? 16 yıl okutukçuluk kıldım. 86. yıldan 96. yılgacha bir bölük millet söyер okutquchilarning tirishchanligi bilan milliy ma'arifning taraqqiyoti xili yuksalgan bolsa-mu, tuzilgan plan va maqsadlik o'rinlashtirishlarning ta'siriga uchraganlikdan milliy ma'arifimiz chekindi. Sandiqli ahamiyat berilib, sifat bilan hisoblashmadi. Fikr qilsa xatolashib jazolandik. Bo'lolmay xizmatni tashlab savdogar bo'lib oldim. Bu necis kapırlarning niyati azadilla buzuqdi, dedi Aksakal bovay. Atalmış ölge azadlıqıdan, yani Şarkı Türkistan besivilgandan keyin ijar kimaytish 2 degan sepsetni götürüp çıkıp, birimizni pomchek, yana birimizni baydihqan ve burza Aziya demdi bilmeymen. Şunun o'xshash turlik namlar bilan qalpoq kiydirib, bütün mal mülkimizni musadir qilib, eski kigiz, konu yotqandek gereksiz narsalarni bir qism kambag'allarga bo'lib berib, ularni ishqa selib, altın kumushga o'xshash pulga yaraydigan boyliqlarimizni bulab, mal egillarini qamab o'ltirib, nurg'ulg'an o'lima, ustoz va ziyolilarni turmalarga solab yo'qotishga boshlagan shu müthiş zamonda aqlli kishilarning yo'l ko'rsatishi bilan shu ketimga ko'ch-ko'ch topib ketilib, dadam rahmeti bizni ko'yqopning og'zini qutqizib hijrat qilib chiqibdi ekan, deb eg'ir bir o'xsindi Aksakal bovay. Men o kunlarni aniq bilmayman, deb gap qistirdi bovay. Dadamning aytishicha, shu vaqtlarda ichimizdan chiqqan ba'zi kambag'al aktivlar o'nidislarga yantoyoq bo'lib, qilmagan askirliklari qolmagan ekan. Her gün akşamları mahalledeki zallarda ijara kimaytish to'lqini mezgilida kishilarning cho'ng oila aramlari va mahallaning masjid madrasasini tortib olib, yig'in zali qilib o'zgartib olgan. Olim ustozlardan bir qancha kishilarni to'plashgan kishilar o'tirib turg'izib qo'yib ko'rashga tortadigan, til ahonat qiladigan, hatto urib tumbalaydigan ishlarni kofirlarning yo'l yo'riqi bo'yicha bizning millatimiz o'zlari qilishibdi ekan. Bir bo'lak ozg'in kishilar kofirlarning depiga usul o'ynab, musulmonlarning atigiz talda ayol namahram demasdan ashundoq ko'rash yig'ilishlarga bemalol qatnashadigan holat shakllangan ekan. Xalqimizning nodon va soddaligi va az bir turkum qini buzuq uyg'urlarning moslashishi bilan quyruq shilpantib kelgan iblislar vatanimizga asal yerlashib, aqko'l xalqimiz ustidan hokimiyat yurgizib, sezdirmasin xalqni qo'l, zaminni oltin qazdigan kan qilib olgan ekan. O'ylasam o'g'am o'rlaydi, deb qaynashqa boshladi Aksakal kishi. To'g'ri deyman. Millatimiz majusiylardan madaniyatlik bir millat. Uning ustiga iymon e'tiqodliq, jasur, qiziqqan bir millat turibmi, ashundoq pastkash, qo'rqinchoq, nomussiz bir millatga qul bo'lib qolgani. Texi o'tmishimizdagi Temur xalifa, Xo'ja Niyoz hoji, 3 viloyat inqilob rahbarlari qatorliqlarning ash nejislarning damiga tushib, xalqning qon kechib ko'rash qilib, qo'lga keltirgan inqilob natijalarini qo'ldan berib qo'yganlarni o'ylagan sari odamning jildini mankaz o'rlaydi. Eshakchinda bir patqan patqoq qaytib butun tiqmaydi ekan. Bizning boshlamchilarimiz shuncha dod bo'lg'imiti deyman. Biri aldansa, ikkinchisi yana aldangan nadi bor. Aksakal kishi ochiqdan yerilib ketgidek jili bo'lib, so'zini davomlashtira olmadi. Chunki uning bo'yin tomonlari ko'pib ko'zlariga qon to'lgan, ovoz bo'g'ilgan edi. Bovay gap qilishga tamshaldi-yu, eg'iziga kelgan so'zlarni yutib etdi. Aksakal bovayning texmi qaynab ketib, salomatlikka ta'sir yetkazib qo'yishni ancha qilgan bovay hasratlik bir o'xsinib, o'tmishni ko'z oldidan o'tkazishga boshladi. 80-yildan keyingi ba'zi ishlar odamning yuragini texmi ezatdi. Xalqning tortgan kulfatlari bekmi dahshatli edi. Bularni degan siri odamning qalbi puchlanadi. Hali ham tortayotgan kulfat ozmi? Musofirchilikning dardi,
Atıbal judalık pıraqı, hem endişe. Bobay özünün hem Aqsaqal bobayning ko'nglini g'ash qilishni xohlamadi bo'lg'ay, xiyol surib jim bo'lib qoldi. Birdamlik sukutni buzgan azan ovozi qalbi dard alamga to'lgan bu ikki boyni masjid tarafga yo'l oldirdi. Havom o'tishmaydigan, ammo oddiy saramjonlashtirilgan asti qat yotoq uy ichi pokiz va ratlik edi. Tun tangdan sal o'tgan bo'lib, tong suzilishga xil zamonlar bor edi. Uzulup yatgan boyning uyqusi kelmayotdi. Boy ko'zini ching yumib, birdan bo'lsa uxlayolishga tirishadi. Ammo nima uchunki bu kecha faqat uxlay oladigandak emas. Ya Rabbim, deb o'rnidan turgan boy odatlangan mas'ul duolarni bir qur o'qgandan keyin bismillah deb tahorat ilishga taraddud qildi. Odati bo'yicha tahajjud namozlarini nihoyat temkinlik bilan uzun qiroat va uzun qiyam bilan tugatgandan keyin boy qo'llarini duoga uzatdi. Ey osmonlarni to'riksiz, zaminni nuqsonsiz, quyoshni zarrasiz yaratgan Parvardigorim. Qudrating cheksiz, marhamating buyuk, adolating yuksak Allohim. Bizni malaikalar hurmat sajdasi qilgan Odam alayhisalomning avlodi. Ahli joniga rahmat qilib avatilgan hurmatli payg'ambaringning ummat qilganing 100 minglab shukr etaman. Sana loyiq ravishda ibodat qilolmadim. Mag'firat qilishingni tilayman. Meni havosi go'zal, boyliqi mo'l zaminda yaratding. Ammo sen ato qilgan zaminga ega chiqolmading. Afu qilishingni so'rayman. Parvardigorim, sen hammani ko'rib turg'uchisan. Sana hech bir narsa maxfiy emas. Avlodlarim hayot bo'lsa o'z panohingda saqlag'aysan. Zindonlarda qiynalib, dargohingga safar qilgan bo'lsa kechirgaysan. Ey qodir Alloh, ashu hayvon kabi nidislarning zulm sitamlarini bizning beshimizdan ko'tarib etkin. Allohning o'yi atalgan masjidlarni chaqqan, diningni dafsanda qilgan iblislarning adab jazosini berkin. Sening roziliging uchun hijoblangan afifalarimizning nomusini qo'diyolmadik. Bizga keng marhamating bilan muomala qilgan. Qarchuqsiz qolgan nag'irsiz bovoqlarimizga o'zing boshpanoh bo'lgin. Yaratilishida ixtiyor berilgan bo'lsa edi, u umoq sabilar o'zimni tug'ilishni tanlamagan bo'ladi. Sen ularni ashu zulm dahshati qoplagan zaminda yaratishni xohlading. Ularga yashash fursati bergin. Ularni xuddi İbrahim alayhisalomni o'tda saqlagandek saqlagin. Biz musulmonlarga birlashib, zalim kafirga qarshi tura oladigan aql farosat, birlik va shijoat ato qilgin. Xos nusrating bilan bizga yordam qilgin. Bizni o'z holimizga tashlab qo'ymagin. Kuchimning ojizligidan, tadbirimning kamligidan, ta'tir peshonligimdan sana shikoyat qilaman. Sen mazlumlarning egasisan. Bizni dushmaning bo'lgan ashu nijislarning bir taraf qilishiga tashlab qo'ymagin. Sen duolarni ijobat qilg'uchi zotsan. Söyümlük Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmuş bizlerini zeminimizni azat kılıp, şeriatını nafiz kılıp, Resulullah örnek kılıp tiklep bergen ilahi hakimiyet kurup, ehl-i İslam'ın nemunu buluşumuza muvaffak kılgın. Ey Allah'ım, dualarımızla icabet kılgın. Öksüp yalap dua kılıvatkan bu ayının gözlerinin akkan yaş kiyimlerini nemdigen idi. Yığla verip halsırgan bu ayının bir dilde önü öçüp, cimip kaldı.